Avvalo assalomu alaykum. Aziz onaxonlar, singiljonlar, opajonlar, do'stlar, birodarlar. Mana biz juda ko'p joylarda havas qilar edik. Oqshom kechalari bo'lishini. Xudoga shukr biz Oltiariqqa ham yetib keldi. Bugun boshlanishi Xudo xolasa. Bundan buyog'iga bir oy davomida turli xil san'atkorlar, viloyatimizning san'atkorlari, respublikamizning ko'zga ko'ringan san'atkorlarni taklif qilmoqchimiz. Mana shu yerda xalqimizga xizmat qilish uchun iloyim Oltiarig'imizga ko'z tegmasin. Bug'doy planlar to'lsin, paxta planlar to'lsin. Sovuq urgan uzumlar meva chiqarsin. O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjondan so'rashgan ekan, Anvar aka, Oltiariq qayerga qaraydi? Desa Anvar Obidjon javob bergan ekan, Oltiariq bodring pishguncha respublikaga qaraydi. Bodring pishgandan keyinchi, desa bodring pishgandan keyin butun